O'zbek tili grammatikasi. Fonetika tilshunoslik bo'limi. Fonetika so'zi qanday ma'noni anglatadi? Fonetika so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, fon tovush, tika quti degan ma'noni anglatadi. Demak, fonetika so'zi tovushlar qutisi degan ma'noni anglatadi. Fonetika qanday tilshunoslik bo'limi hisoblanadi? Og'zaki nutqning tovushlar tizimini o'rganadigan tilshunoslik bo'limiga fonetika deyiladi. Fonetika tilshunoslik bo'limida biz nimalarni o'rganamiz? Fonetika tilshunoslik bo'limida biz quyidagilarni o'rganamiz. Nutq tovushlari, nutq a'zolari, bo'g'in, urg'u, tovush o'zgarish hodisalari, fonetik hodisalar, ohang, intonatsiya